Assalomu alaykum. Bugungi forumda aytilayotgan, ya'ni Amerika yoki boshqa davlatlarning pasportini olgan fuqarolar, O'zbekiston fuqarolari ikkinchi pasportini O'zbekistonga borsa, vatandosh, ya'ni O'zbekiston green kartasi deyilyapti. Shu to'g'risida o'zingizda kartasi, vatandosh kartasi. Bu kartani qo'lga kiritish uchun birinchi navbatda elchixonaga murojaat qilish kerak. O'zbekiston elchixonasi. Masalan, siz qaysi davlatda istiqomat qilasiz? Men Amerikada, Nyu-Yorkda. Masalan, Amerikada istiqomat qilsangiz, Amerikada Washingtonda elchixonamiz yoki boshqa elchixonamiz Nyu-Yorkda bor. Demak, u yerga murojaat qilasiz. Birinchi navbatda sizga vatandoshlik guvohnomasini olish uchun. Agar o'sha guvohnomani qo'lga kiritsangiz, guvohnomani qo'lga kiritgandan keyin o'sha guvohnoma bilan O'zbekiston kelganda o'shani guvohnomani taqdim qilib, demak, Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilsangiz, sizga keyin vatandosh kartasi beradi. Vatandosh kartasi. Bu vatandosh kartasi sizga O'zbekistonda xorij davlat fuqarosi bo'lsangiz, O'zbekistonga vizasiz kirib chiqishga va uni beradigan bir qator imtiyozlardan foydalanish imkoniyatini beradi. Majburiy investitsiya qilish shartmi? Yo'q, majburiy investitsiya degan joyi yo'q. Majburiy investitsiya O'zbekistonga borgandan keyin hech qanaqa qiyinchiliklar, mana shunaqa narsalar bo'lmaydi. Misol uchun, Amerikada men bilaman, ancha yillardan O'zbekistonga bora olmayotgan insonlar bor. Mana shunaqa situatsiyada ular ham borsa, demak, olishi mumkin. Kartani qo'lga kiritganda hech qanday masalasi bo'lmaydi. Qaytaga unga ancha imtiyozlar beriladi. Vatandosh green karta. Vatandosh kartasi. Vatandosh kartasi. Bo'ldi aka. Kattakon rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Sog' bo'ling.